Bugun biz seminar jarayonida Bekobod tumani Boybo'ta fermer xo'jaligi rahbari Nilufar Pirmatovani ham so'zga tutdik va ayni damda sizga shu savolni bermoqchiman. Nilufar opa, bu yil aynan qaysi navni ekmoqchisiz? Xorijiy nav yoki o'zbek navi, O'zbekiston navi? Hozir bu yil biz shu eksperiment tariqasida xorijiy nav ma'lum miqdor yerga o'zimizning navdan yana ma'lum miqdor dalani bo'lgan holda ekib ko'rmoqchimiz. Bu yil birinchi yil ekishim to'g'risi. Chunki o'tgan yil ekilganda eksperiment sifatida xorijiy navda afzallik taraflari bu birinchi o'rinda ko'sak qurti yemasligi, ikkinchisi hosildorlik baland, ko'sak qurti yemaydi, uchinchisi keyin gerbitsidga juda ham chidamli ekan. Chopiqchilar deyarli kerak bo'lmaydi. Gerbitsid sepasiz, gerbitsid bu hamma o'tlarni o'ldiradi-da, paxtani o'ldirmas ekan. Paxta qoladi, o'tlar, begona o'tlar hammasi o'lar ekan. Shuning uchun shunga qiziqib bu yil men ham ekib ko'rmoqchiman, ma'lum qismiga. Agar yaxshi bo'lsa, yana yil qolgan hammasiga xorijiy nav ekamiz degan niyatimiz bor. Demak, bu yil birinchi marta xorijiy nav ekib ko'rmoqchisiz va qaror qabul qildingizmi? Aynan qaysi navni ekmoqchisiz? Hali qaror qabul qilganim yo'q, lekin 3 xil, 4 xil Xitoy navlari kelgan. Shuni bir olib ko'rib, ko'zimizdan o'tkazib, baribir eskidan ko'rib yurgan fermerimiz chigitni ushlab ko'rib, salmog'iga qarab birortasini tanlaymiz degan hozir niyatimiz bor. Bugun mana ko'rgazma ochilibdi. Hozir ko'rib, shu yerda hozir nasib qilsa hal qilib ketamiz ko'rib. Aynan shuni aytmoqchi edim. Bugungi seminar menimcha Nilufar opa uchun foydali bo'ladi, chunki bu yerda aynan bir nechta xorijiy navlar namoyish qilinmoqda va albatta ularning ichidan bittasini tanlab mutaxassislar bilan suhbatlashib qaror qabul qilasiz degan umiddamiz.